aytsan hatto o'zingni harom qolasiga ketdi. Bu Namangan shahridagi 3-sonli maktab. Xo'sh bolajonlar, siz hozir videorolik ko'rdingiz. Bu videorolikda buyuk bobokalonlarimiz, buyuk ajdodlarimiz xalq uchun, insonlar uchun qanday yordam qo'lini cho'zishgan. Qani Muhammadvali? Amir Temur bizga ko'p yordamlar qilgan va bizning chegaramizni mustahkamlab, karvonlarni va shunday bog'bonchilikni kuchaytirib, o'z hisobidan vatanimizni obod qilishga kuch to'plagan. Rahmat bolalarim. Qani Habibaxon? Alisher Navoiy insonlarga qanday yordam berdi? Yetim bolalarga yordam berdi va maktab ochib Bolalarni. bolalarni tekinga o'qitishdi. Rahmat. Yana kimda qanday fikr bor? Qani Muhammad Ali ibn Sino bobomiz insonlarga qanday yordam berdi? Sino bobomiz ilk tabib bo'lgan u Xalqni xalqni o'z hisobidan hisobidan davolaganlar insonlarga yordam. yordam berdi. Xo'p. Qani yana kimda qanday fikr bor bolalarim? Demak, yaxshilik bizdan nima qoldiradi? Yomonlik qoldiradimi yoki yaxshi nom qoldiradimi? Qani Mubina? Yaxshi nom. Siz mana shu siz kimlargadir bugungi mavzudan bir marta yaxshilik qilsangiz, mana bu daraxtlarimiz jonlanadi. Biz yaxshilik daraxtini ko'kartiramiz va bahorga tayyorlaymiz. Ota-onam yaxshilik qilmoqchi. Men hayvonlarga yaxshilik Men ota-onamga yaxshilik. Men akamlarga yaxshilik qilaman. Ota-onamga. O'yinga yaxshilik. Kimga? Men qushlarga. Barakalla. Ba'zi o'gay bolalarga. Xo'p. Kim? Ota-onamizga. Qani? Kimga yaxshilik qildingiz? Oyijonimizga, xo'p. Oilamga. Oilamga barakalla. Barakalla. Barakalla.